Barchaga assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim, YouTube kuzatuvchilar. Ko'pchilik so'ragandi, boshlang'ich to'lovsiz mashinalar mana. Gentra oqidan, mana qorasidan. Mana Gentra. Bularni boshlang'ich to'lov yo'q ham bularda. Bormi? Boshlang'ich to'lov bor. Bor a? Rasxotiga borda, nomeriga оформление bu. Shunaqami? Qolgan narsaga bunday pul berib, yo'q, nomer оформление. 12 viloyat olsa ham bo'ladi, a? Andijondan tashqari. Andijondan tashqari qolgan viloyat olsa bo'ladi, 11 viloyat olsa bo'ladi. Ha, bo'ldi. Men kiymasini qisqacha so'rayman, mashina obzor qilib chiqaman-da men. Yili nechi buni? 23. 22 toza. 23 toza. 21 24. 24. Bu hamma mashinalar chiqadi, hammasi, ha, shu turganlar hammasi, to'g'rimi? Mana ko'rsalar bular bemalol. Gentracha. Bu ham boshlang, men video olyapman, bemalol aytib ketaversangiz ham bo'ladi. Gapiring. O'z qisqacha ma'lumot bering, ko'pchilik so'ragach men mashinani tushunmayman-da. Do'stim, bizda bitta narsa borki, ikki xil variantimiz bor. Ikki xil variantimiz bor. 26% deymiz bor, 18% deymiz. 26%, 18% bor, ha. 26% deymiz faqatgina mashinaning rasxotiga. Ha. Mashina rasxotiga. Faqatgina mashinaning rasxotiga. Aha. 26% deymiz. 18% deymiz, u boshlang'ich to'lov qiladi, oylik to'lov arzon chiqadi. Ha. 26% deymizda faqat mashina rasxotini qiladi. Masalan, men 23-yil Gentra, oq. Gentra 23-yil yurgani 47 ming yurgan. 47 ming yurgan 23-yil. 5 million 500 mingdan chiqadi. Oyiga. Oyiga. Bu 23 dartmon bo'lib 23-yil 67 ming yurgan. Kraska toza. Toza. Aha. Buniki ham chiqadi 5 million 500 ming chiqadi. Faqat rasxotiga. Ha. Rasxotiga. Bu 21-yil, 22-yil Gentramiz mexanika, toza, yurgani 78 ming. Buni oylik to'lov, bu faqatgina rasxotga. Buni oylik to'lov 4 million 700 mingdan chiqadi. 4 million 700 ming oylik to'lov chiqadi. Bu 21. 21-chi avtomat Gentra. Buniki chiqadi oylik to'lov 4 million 700 ming bilan 5 million orasida chiqadi. 4 million 700 5 million orasida chiqadi. Bu 24-yil Cobalt'imiz. Bitta joyda petnosi bor. Yurgani 47 ming. 47 ming yurgan bitta joy petnosi bor. Bitta joyda petnosi bor, yurgani 47 ming. Propanlari bor, 4 paketli propanlari bor. Ideal holatda. Bu chiqadi 4 million 600 mingdan chiqadi. Nomer bilan? Nomer bilan? Оформлениyaga. Aha. Endi 18% kreditimiz. Bu Trekka 23-yil, kraska toza. 18%. Buni boshlang'ich bahosi 3 ming bilan chiqadi. 3 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 650 ming. Hech qet bermaydi. 18% dan hech qism bermaydi. Faqat bizda bu 18% beriladi. Точнami? Точно 18%. Gadovoy 18%. Oylik to'lov 4 million 650 ming. 4 million 650 ming oylik to'lov. Jetaurimiz. X70 Jetaur. 3,5 ming bilan chiqadi. 3,5 ming bilan chiqadi. 3,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov hech ket Jetaurda hech kimsa bunaqa bermaydi. Oylik to'lov chiqadi buniki 6 million 100 dan chiqadi. 6 million 100 dan. 3,5 ming bilan chiqadi, 6 million 100 dan chiqadi. Bu ham 18%. Bu ham 18%lik. Bu Cobalt'imiz 26%. 26%. 26%lik. Bu xarajatiga 23-yil kraska toza. Trekka bar qo'yilgan, monitor qo'yilgan. Ideal holat. Ha, boya ko'rdim, men yoqdi menga o'zimga. Ko'rdim boya. 52 ming yurgan. Ya bismillah. 52 ming yurgan. 52 ming yurgan mana. 53 ming. Bu chiqadi o'sha rasxoti bilan оформлениyaga. Oylik to'lov buniki chiqadi 4 million 500 ming. 4 million 500 oylik to'lov. Bu Gentramiz 18% deydi. Bu Gentramiz chiqadi 18%lik 2 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki
3 million 300 bilan 3 million 500 orasida chiqadi. 3300 3500 orasida oylik to'lami chiqadi. Bu Gentramiz. 19 yili Aha. yurgani 176 ming. 2000 bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 150 ming. 3150 ming. Yaxshi. 18%. Yaxshi chiqar ekan bu ham. Bu Gentramiz. 19 yili oylik to'lov 2000 bilan boshlang'ich 2000 bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki chiqadi. 2 million 700 mingdan chiqadi. 2700 ming. 2 million 700 ming. Hech qayerdan ular Gentra Ha, zo'r. 18%. Bu chiqadi. Boshlarni bir ko'rsatib aylantirib. Cherry Pro 6 deydimi? Cherry Pro 6 ekan ha. Pro 6. Bu chiqadi Pro 6. 3000 bilan chiqadi, oylik to'lov 4 million 800 dan chiqadi. 4 million 800. 4 million 800. Bu Cherry Pro 6. Pro 6. Yili nechi deb aytdingiz? Bu 23. 23. Ha. 23. Bu Gentramiz 21 kraska toza. Kraska toza. Faqatgina bu biznda harakat qilingan. Bu chiqadi 4 million 700 bilan 5 million orasida chiqadi. 4 million 700 5 million orasida chiqadi. 50 ming yurgan xolos. 21. Ha. Toza Gentra. 50 ming euro 21. Ideal holat. Undan tashqari sizlarga eshitdim-man, mashina ham olib qolar ekansizlar. Shunaqami? Bizda trading xizmatimiz bor. Trading xizmat. Qanaqa mashinalar masalan, farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Masalan, mana ko'ryapsiz. Jigulilar olib qolyapti. Shu sizlarniki bular olib qolyapsizlar bularni ham. Jigulilarda. Ha. Mana hozir 09 olib qoldik. Mana. 09 olib qoldik. Undan tashqari bu 22 Gobltimiz. Ha. 120 ming yurgan. Ideal holatda, kraska 100% toza. Aha. Kraska 100% toza. Bu ham rasxotiga. Oylik to'lovniki ham 4 million 400 ming. 4 million 400 dan chiqadi. Yaxshi. Bemalol to'laydi-da, bar taksi qilib bu ham bemalol to'lasa bo'ladi. Hatto o'ziniki. Bu Nexus'imiz avtomat 21. 21. Bu chiqadi 1800 bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki 2 million 600 ming. Oh. Yaxshi chiqargan ekan. Shu arzon. 18%lik. Buni chiqadi. Sparkimiz 21. Oylik to'lov 1800 bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov 1800 bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki 2 million 280 ming. Oylik to'lov 2280 ming so'm. Bu 22-yil. Aha. 22-yil Sparkimiz kraska toza. Kraska toza, mo'qli. Yurgani dizelda harakatlangan. Yurgani 124 ming. 120 km yurgan. 124 ming. 124 ming. Ha, 124 ming. Kilometr bosib. Bu afarlama bilan nomeriga oylik to'lov buniki 3 million 600 ming. 3 million 600 ming chiqadi. Afar bilan nomeriga nima qiladi? Ha. 26%da. 26%likda. Bu 2019 Nexus'imiz mexaniki 2019 1800 bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki 2 million 200 mingdan chiqadi. 2 million 200 ming. Boshlang'ich to'lov qancha dedingiz to'lash? 1800. 1800 ming. Bak shu normal lekin, normal. Qoramga to'laydi. Normal. Zo'r taksi bilan yo'q qo'rasiz shuni. Taksiga yo'q qo'rasiz yurib. Bu 19. 19 mexaniki yurgani 147 ming yurgan. 147 ming. 147 ming yurgan. Buni boshlang'ichi 1800 bilan chiqqan oylik to'lov 2 million $1800 boshlang'ich to'lov. Aha. Oylik to'lov 2 million 375 mingdan chiqqan. 2375 ming. Ana, jigarlar, ana. Ha, Sparkcha. Sassanchasi yo'q ekan. 2019. 2019. Mana, Nexalarimiz bu tomonda bor ekan. Bu Nexa'miz 2021. 2021. 2021 yurgani 169 ming yurgan, 1800 bilan chiqadi. 1800 ming chiqadi. 1800 bilan chiqadi. Oylik to'lov buniki 2 million 435 mingdan. 2435 ming. Esimdan chiqib qoldi. Hozir 2 million 435 mingdan chiqadi. Ha, 2435 ming. 2 million 400 ming bilan 2 million 500 orasida. Shu orasida. 50-100 ming raznica. Ha, buniki ham xuddi shu. Buniki ham xuddi shunaqa. Ha, buniki ham xuddi shu. O, damaslarimiz bor ekan. Endi mana damaslarimiz turibdi.
Oforlama bilan nomerga. Ha, oformlangan nomer faqat. 23, 22, 23, 22 shu. Hammasi. Hammasi. Oforlama bilan nomerga pul olib kelsa bo'ldi. Balanaslarimiz 22larimiz 2 million 600 mingdan chiqyapti, 23larimiz 2 million 700 mingdan. 2600, 2700 dan chiqadi. Oforlamaga. Ha, oformlangan nomer. Ha, Labomiz. labo mana. Labo xolodilnik. Xolodilniklarga chiqdi. Hozir kakras bu sezonda endi, hozir sezon. Sezonni boshqa. Sezonniki. Buni ham bu ham oforlamaga. Aha. Nomer bilan oforlamaga chiqadi. Bu oylik to'lov buniki 2 million 800 mingdan chiqadi. Vo, normalmi? 21 ga. O. Xolodilnikchalik. 22, 22. 22 labo. Buniki ham chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 800 mingdan chiqadi. 2800 ming chiqadi. Nomer bilan oforlamaga. Nomer oformlangan. Tamom. Bo'ldi. Yana qarang, ko'pchilik so'radi, barter ham qilasiz mashinalarga. Barterlar bor. Trading xizmatimiz bor. Trading xizmatlari bor. Nomerlaringizni qoldiraman, sizga o'zi aloqaga chiqaveradi, manzillarni tushuntirasiz, hammasini. Rahmat sizga. Bu jentramiz. Buni hammi. Bu jentramiz. Shu men yana bitta narsa so'ramoqchi edimda, hazilga shu xarakterim bor. Shu birovlar mashina sotib olganmiz. Moz uylar ko'rgan mashina hammasi bizga biladi, nomer ham turibdi. Ko'rasan? Shuni aytaman, Jiguli. Trading olib qo'yganmiz. Audioda olib qoldik. Audiochi ham turibdimi? Jigulichalamiz bor. Jigulida olib qoldik. Mana 09 olib 09 ham zo'r ekan, lekin sostanasi bor, ko'rdim. Mana kekabi eshitdim mana. Hech qaysisi 18% dan bermaydi. Oylik to'lov 7 milliondan chiqdi. Buni ham olib qoldingiz. Yo'q, buni sotdik. Sotdinglar уже. Sotilgan mashinani bizda olib chiqib qo'yamiz, egasini oldin olib chiqib qo'yamiz, qulflab qo'yamiz. Ha, to'g'ri. Hali sotuvdan olib chiqib qo'yamiz, ko'ngli to'q bo'lsin. Shunaqa. Taksmitlar tayyorlanganini berib olamiz. Rahmat akajon, yana kelamiz. Aziz YouTube kuzatuvchilarimiz, nomerlarni qoldiraman, manzillarni hammasini opsiyani yozib qo'yaman. Aziz YouTube kuzatuvchilarim, nomerlarni qoldiraman, opsiyaniga manzillarni yozib qo'yaman. Kelinglar, sizlar uchun men obzor qildim. Hozir Toshkent bozori, sizlar uchun mashinalarni ham ko'rsatdi. 11 viloyat, Andijondan tashqari kelib bemalol olsanglar bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yib, Toshkent bozoriga olib bo'lish esdan chiqmasin. Undan tashqari faqat mashinalarni obzor qilmaymiz, bilasiz. Xalqqa kerakli hamma narsani obzor qilamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelsanglar, o'zimning yashirin kamera do'konim bor.